Al Jazeera xabar to'rida xabar qilinishicha 28-sentabr talash tortishdagi Nagorno-Qarabog' rayonidagi Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasidagi urush uzluksiz kuchayib, kam deganda 30 odam qazo qildi. To'qinishning ikkinchi kuni Armeniya Turkiyani Ozarbayjonning urushga aralashishiga bevosita yordam berdi deb aybladi. Shuning bilan bir vaqtda 29-sentabr Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi jiddiy yig'in chaqirib, rayondagi taraqqiyotlarni muzokara qildi. Ozarbayjon bilan Armeniya armiyasi bir-biriga boshqarilgan bomba va zambarak o'q otgan. Armeniya Davlat Mudofaa Ministrligi Ozarbayjon qismlarining Eron chegarasi va rayonning sharq-shimolidagi Arak daryosi bilan chegaralanadigan Naka rayonining janubiga keng ko'lamli hujum qo'zg'alganligini bayon qildi. Armeniya Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Armeniya qismlarining Ozarbayjon kuchlarining hujumiga bardoshlik berib, qarshi tarafdagi harbiy jabduq va xodimlarning og'ir ziyon tortganligini dalillab, 370 dan ortiq Ozarbayjon askarining qazo qilganligini, yuzlagan kishining yaralanganligini, 22 Bronovik va 10 mashinaning vayron bo'lganligini bildirgan. Xalqaroning e'tirof qilishiga erishamagan Naka rayonidagi doiralar Armaniston armiyasining oldingi kuni Ozarbayjon kuchlarining kontrolligidagi muhim o'rinlarni qaytadan kontrol qilganligini ta'kidladi. Buningdan boshqa ular to'qinishda qazo qilgan Armeniya askarlarining sonining 59 ga yetganligini e'lon qildi. Reuters agentligi talash tortishdagi hujjatli film ishtirokchi Angela Frankenning so'zini naql keltirib mundaq dedi. Yerlik aholilar panohlanish o'rniga berib yushirinib olgan. Bomba portlash ovozi davomlashgan. Ishlab chiqaruvchi o'rinlar va barliq do'konlarning taqilib qolganligi, ko'chalarda odam qolmaganligini ko'rsatgan. Al Jazeera muxbirlari davlatning poytaxti Bakudagi aerodromning Ozarbayjonning urush holati e'lon qilganligi sababidan uchishni to'xtatganligini dalilladi. Muxbir yana Armeniya doiralarining Naka rayonining shimoliga tutishadigan yo'lni mutaqabbat ekanligini oshkorlagan.